Assalomu alaykum. Alaykum assalom. O'zingizni kimni hujjat tanishtirasiz? Men Sharq Turkistonning Qashqar viloyat Yanshar noyi Yapcha yezida tug'ildim. 2007 yil 3-oyda to'y qilib, Atush Qozilsuv oblastining Aqto'y noyi Jamaltirik yeziga to'y qilib bordim. Ondan keyin 2011 yili Urumchiga qaytib chiqdik biz tijorat qilamiz deb. 2016 yil 2-oyda yo'ldoshim Turkiyaga tijorat qilish sababi bilan yenib chiqdi. Men 2016 yili 10-oyning 5-kuni yo'ldoshim yenib chiqib 8 oy o'tgandan keyin bolalarımni elib shu tijoratni davomlashtirib hamkorlashmoq uchun chiqdim bu yerga. Chiqib 2017 4-oyga kelgan chog'da dadamniki tarbiyalash lageriga kirib aşağıda terbiyelanayotganligidan xabar topdim. Boshqa urug' tuqqanlarimdan hech bir xabar yo'q bu vaqtgacha. Meniki dadam Osman Mehmet, anam Tursunxon Abdurasul. Ondan keyin biz 10 balaning ismini birdan-bir deb beray. Meniki cho'ng acham Fatugul Osman, ikkinchisi Qurban Osman, uchinchisi Tudu Osman, to'rtinchisi Turahun Osman, ondan keyin Amangul Osman, ondan keyin To'qiz Osman, Nur Mehmet Osman, Ayzora Osman. Bular Sharq Turkistonda yashayotgan, hamda 2 yil bo'ldi, 2 yildan yaqin men hech qanday xabarim yo'q, ular tirikmi, yashayotganda bo'lib bilmayman. Mush vaqtgacha hamda bir o'lniki bir dadamdan xabarini olgan bo'ldim. Qag'ilninki hech qanday bir nemasi yo'q menga nisbatan. Ular ishidimi, teshidimi, balkim ishidimi, bilmayman uni. Tuqqanlar bilan hech qanday ko'rishmadingiz? Hech qanday aloqam yo'q. 2017dan boshlab hech qanday aloqa yo'q, kesilib ketdi. Chetga chiqish sababingiz? Asosli biz shu tijorat qilib pul tepish maqsadida, tijoratni yuksaltish maqsadida chiqqan. Yo'ldoshim sayohat shaklida chiqib qilib yerga, do'konga chiqib qoldi. Keyin mushada pul tepish yaxshi ekan deb mushada qilib qoldik do'kon ochib. Bularning rasmlari qalanam bo'lsin. Bu mening dadam bo'ladi. Bu anam bilan akamning ayoli. Bu akam dadam anam, akamniki oila tavobatlari bo'ladi, bir akamniki. Mana bu hamda umum jihatdan meniki cho'ng acham, kichik mana aqllarim, mush ach urug' tuqqanlarim bo'ldi hamsi. Anam bo'ladi. Bularning hech qanday xabaringiz yo'q. Hech qanday xabarim yo'q. Hozir 2 yil bo'ldi. Hayotmi, yashatamdi, ishidimi, techidimi hech xabarini bilmayman. Ularla aloqam kesildi. Siz buni bu yoqqa qanday qilmoqchi bo'lyapsiz hamda? Men bundan keyin mush ota-ona urug' tuqqanlarim shundaqda Sharq Turkistonda yashayotgan barliq Uyg'ur musulmonlar uchun qo'limdan kelishicha men qilishga tegishli bo'lgan vazifani ustimga olib, nima qilsam bo'ldi shu to'g'riliq, shularga nima foydali bo'lsa shuni qilmoqchi. Kechini kunduz demay, o'sha yerda qiyinchilikda o'tayotgan qarindoshlarimiz, Uyg'ur qarindoshlarimiz o'zaro hamkorlashmoqchi. Nima maqsadda shu nima ish to'g'ri kelib, o'sha vatanni urug' tuqqanlar bilan kurashish nimamiz yaxshi bo'lsa, men shuning uchun kuch chiqarma bundan ikkinchisi. Xitoy hukumatiga qarshi jang e'lon qilmoqchi. Hamda o'shadagi yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizning Xitoy hukumatidan qo'rqmasdan dadillik bilan chiqib oilasining uchurini berishini umid qilaman. Chunki Xitoy hukumatidan biz qo'rqib, mushovala qildik. Biz o'shaga chiqib tijorat qilishdan boshqa hech bir ish qilmadik. Xitoy hukumati bizga ziyon solmasdan burun biz Uyg'ur bechoralar biz Xitoy hukumatidan hech nima qilmaymiz. Bu Xitoy hukumati birdek Uyg'urlarni yo'qotish maqsadida mush faoliyatini elib maqsadli holda pasportlarini berdi. Biz chiqqan yerga ota-onamiz buning bedelini to'latadi. Shuning uchun dadillik bilan men o'xshash shunday guvohlik berishga chaqirman butkul Uyg'ur qarindoshlarimni. Andan keyin Xalqaro kechirim tashkiloti, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Inson huquqlari tashkiloti shundaqla butun dunyodagi insonlar hamda Turkiya boshqoni Recep Tayyip Erdo'g'an efendimdan shuni istayman. Bizmi Uyg'ur ham Turk bizga bir sahib chiqishini, bizni uchrayotgan besimlarimizni, kirayotgan kunlarimizni davlatsiz, millatsiz
Hammamizning qalbi paramparcha bo'lgan holatda yashayotgan turqimizga bir ish og'irtishini, sahib chiqishini umid qilaman.